Mana nimadir shirin narsa yegim kelyapti-da, lekin sandig'imda nondan tashqari hech nima yo'q ekan. Kartoshka bor ekan, mayli, lekin qanaqadir yomon shirin shokolad yegim kelyapti. Hammaga salom do'stlar, mana ismim Kompot, mani yangi videomga xush kelibsizlar. Sizlar ko'rgan bo'lsanglar kerak, mani qornim ochdi, nimadir shirin narsa yegim kelyapti, lekin sandig'imda esa hech nima yo'q ekan. Yoki magazinga chiqib kelamizmi? Lekin faqat ikkita izumrudim bor ekanda, ikkita izumrudga faqat kichkinagina konfet berish mumkin. Mana esa katta shokolad yegim kelyapti. Mayli, nimadir o'ylab toparmiz. Ketdi u. Hop, tezroq magazinga chiqib kelish kerak. Shirin narsa yegim kelyapti. Tushunmadim. Assalomu alaykum. Bu kimni puli? Ko'chada qoldirmaganingiz yaxshi. Kimdir o'g'irlab ketishi mumkin buni. Kimdir bormi bu yoqda? Tushunmadim. Bu kimniki endi? Qaranglar, mani uyimni tagida mana bunaqa katta sumka bor ekan. Ichida qaranglar, shunaqa ko'p pul bor ekan. Vau, qaranglar qancha pul ekan. Kimni puli bu? O'g'irlab ketishligi mumkin lekin. Hech kim yo'q, lekin kim bu yoqda qoldirib ketgan bu pulni? Nima endi bu mani uyimni tagida qoldirib ketilgani to'g'rimi? Nima bu endi mani uyimga podarkami endi? Ura, endi mana shu hamma pul maniki. Yoki to'xtanglar, agar bu menga bo'lganda eshigim tagiga qoldirib ketishgan bo'lardi, lekin buni bu yoqqa qoldirib ketishgan. Kimni puligina? Yomon hayronman lekin. Nima endi mani uyimni tagida turibdi, men buni o'zimga olib qo'ysam bo'ladi, to'g'rimi? Shuncha pul, lekin to'xtanglar, bu lavoshka bo'lishi mumkin, to'g'rimi? To'xtanglar, militsiya chaqirish kerak uni tezroq. Bizani odamlarimiz bu sumkani yaxshilab tekshirishdi. Bu yoqda hech qanaqa banknotlar yo'q ekan lekin. Yo'q, hech qanaqa narsalar yo'q ekanmi? Lava, ninalar yo'q ekanmi? Yo'q, hech narsa yo'q ekan. O'zi siz buni qanaqa qilib topib oldingiz bu yoqda? Men oddiy ko'chaga chiqdim, qarasam shu yoqda yotgan ekan. Keyin militsiya chaqirdim. Agar pul topib olganda o'zi xursand bo'lish kerak, militsiya chaqirish kerak emas. Endi men ham qayerdan bilayman, qanaqadir lavoshka deb o'yladim-da, kim pulni qoldirib ketadi ko'chada? Men qoldirib ketganman buni. Hozir olaman, bu meniki edi. To'xta, qishloq, qayerdan olding shuncha pulni? Bu aldayapti, buni eshitmanglar, bu mani pulim. Yo'q, buni ikkalasi ham aldayapti. Bu mani pulim, menga qaytarib beringlar. Lekin sumkani egasi ko'p ekanda, boru. Bu sumkani kimdir yo'qotib qo'ygan. Buni egasiga qaytarib berish kerak. Egasini qidirish shart emas. Egasi shu yoqda. Yo'q, qishloqlar, qayerdan bizlarning qishlog'imizda shunaqa ko'p pullar? Buni kimdir yo'qotib qo'ygan. Xo'p, to'xtab turing, men bu sumkani olib qolay. Qanicha, vau, bu namuncha og'ir. Endi bu kattaligini qarang. Buni ichida milliondan ham ko'p ekan, milliard buni ichida. Vau, milliardmi? Namuncha ko'p bu yoqda. Buni endi egasini topib qaytarib berish kerak egasini. Men buni lekin uyimga bekitib qo'ya qolay. Qishloqlar sal g'alatiroq ko'rinyapti-da, menga o'g'irlab olishligi mumkin. Agar bu sumkani siz yo'qotib qo'ysangiz, sizni o'g'ri deb hisoblaymiz biz. Yo'q, xavotir olmang. Men buni yo'qotib qo'ymayman. O'zim yaxshilab qarab turaman bu sumkaga. Mayli, ketdim, men kravatimni tagiga bekitib qo'ya qolaman buni. Salom Kompot, qaraysan, yaxshi bir sumkani topib qolibsan boru. Yo'q, Kompot, sen unaqa qilasan. Sen mani sumkamni topib qolibsan, qaytarib ber, iltimos. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Mani maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Qishloqlar, nima aldayverasizlar? Men bilaman bu sizlarniki emasligini. Yo'q, Kompot, men pullarni ishlab topdim o'zim. Yo'q, sen o'zi qanaqa ishda ishlab topding bu pullarni? Men bilasanmi? Nima desam bo'larkan? Men shaharda qorlar tozaladim, o'shanga berishdi. Yo'q, qor tozalaganiga shuncha pul berishdimi? Sen bilasanmi, bu yoqda qancha pul berishligini? Qishloqlar, men sizlarga baribir ishonmayman. Qochinglar, men uyimga kirib ketay. Salom Kompot, rosa kutdim seni o'zim bor. Qara, men senga yangi stollar oldim, yangi kravat, yangi kompyuterlar oldim. Nimaga o'zi qishloqqa shuncha narsa olding? Men tushunmadim. Kompot, sen mana sumkamni topib qolibsan-da, o'shani qaytarib bera olasanmi, iltimos? Yo'q, qishloqlar, nimaga sizlar aldayverasizlar? Bu sizlarniki emas u. Yo'q, Kompot, men senga rostdan gapiryapman. Bu mani sumkam. Qarang, men senga qanaqa gullar olib keldim meni. Lekin menga olib kelgan narsalaring judayam qimmat turar ekan. Bu rostdan senikimi? Ha, Kompot, bu rostdan meniki, ber menga. Yo'q, Kompot, sen unga quloq solma. Bu rostdan meniki. Buni menga buvim tashlab ketganlar. Bu rostdan aytyapman senga. Men даже hozir senga qog'oz ham beraman hozir. Hop, qaraydi, mana ekan, mana o'sha o'qib chiqqan.
Bu pullarni man o'zimmi navaramga tashlab ketaman. Katta so'mka ichida ko'p pul bor. Qishloq, san rostdan aytyapsanmi? Ha, kapot, yo'q, kapot, san unga quloq solma. Mana man rostdan qor tozaladim shaharda. Boringlar qishloqlar, man bilmayapman kimga ishonishni. Bu ishlar militsiya shug'ullanadi. Qochinglar. Man ketdim bu yoqdan. Hop, qanaqa o'tib ketsam bo'lar ekan? Qochinglar bu yoqdan. Voy bo'ldi, man qochdim bu qishloqdan. Tezroq qochib ketish kerak bu yoqdan. Judayam zoye ketdim degan umiddaman. Hop, bu pullarni manimcha mashitga qazib qo'yishim kerak. Hech kim yo'g'u, to'g'rimi? Mashitga qazib qo'yib qo'yishim kerak. Men bu pullarni hech kim kelib qolmasin. Kapot, man seyfga solib qo'ya qolaylik. Buni parolni faqat biz ikkalamiz bilamiz. Qishlog'i, san qayerdan mani topib kelib olding? Kapot, man aytyapman, bu mani pullarim. Uni o'zing o'ylab ko'ring, qayerdan man bunaqa almasli seyf olaman? To'g'ri, lekin ham almasli seyf ham, kompyuter ham qimmatidan olibsan. Ha, kapot, bu pullar maniki deyapman, bu rostdan mani pullarim, o'zing o'ylab ko'ring. Man qimmat zeli sotib yubordim-da. Mana shu pullarni hammasini man keyin oldim. Lekin menimcha rostdan ham sani puling bo'lishi mumkin bu. Chicho'kim maniki deb chicho'kaman, bu mani pullarim. Aha, kapot, bu aldayapti. Bu mani pullarim hammasi. Yo'q, kapot, bu mani pulim deyapman. Qishloqlar, man hech qaysinglarga ishonmayman. Ne sizlar hammanglar aldayverasizlar? Nima sizlar aldayverasizlar? Mana shu pulni hammasini olginglar kelyaptimi? Ha, kapot, man san olging kelmayaptimi? Yo'q, bu o'g'irlikka kiradi. Men buni olgim kelmayapti. Buni egasi hozir xavotir olayotgandir endi, mani pullarim qani deb. To'g'ri, kapot, man hozir xavotir olma, bu mani pullarim. Yo'q, qishloqlar, man baribir sizlarga ishonmayman. Oranglarda kimdir lekin egasi bo'lishi mumkin, lekin baribir men sizlarga ishonmayman. Sizlarni qanaqadir qilib tekshirib ko'rish kerak. Ha, kapot, tekshiravering bemalol. Man qilib tekshirsam bo'larkan, sizlarni mana shu pulinglarni tekshirish uchun, kimnikiligini bilish uchun. Qanaqa qilib tekshirsam bo'larkan? Manda bitta ideya keldi. Men ularni tekshirish bilaman. Qishloqlar, mani uyimda 1 soatdan keyin ko'rishamiz. Bo'ldi, menda judayam zo'r ideya keldi. Biz o'shanda bila olamiz kimnikiligini bu. Biz hozir uyga borib mana shularni hammasini sanab chiqamiz-da, keyin esa qishloqlardan so'raymiz qancha pul borligini. Kim to'g'risini aytsa, значит o'sha pul o'shaniki bo'ladi. Hop, unda biz borib tezroq bu pullarni sanashimiz kerak. 1 soat tez o'tib ketib qoladi, o'zi vaqtim yetarmikin? Ichida judayam ko'p pul bor, sanashga ulgurarmikinman? 426.231.842 ta pul bor ekan. Yomon charchab ketdim sanayverib, lekin menimcha shuncha pul borishi kerak. Chunki buni cho'nchaklari ham judayam ko'p ekanda boru, lekin men hamma pullarni oldim. Menimcha hammasini sanab chiqdim. Endi hozir chiqib ko'ramiz kimnikiligini. Buni qishloqlar ham meni kutib turgan bo'lsa kerak menimcha. Lekin menimcha egasi shunaqa xavotir olayotgandir, shuncha pul ekani, chunki ana ko'ryapsizlarmi, kutib turishibdi. Mayli, hozir hamma pullarni mamatga solib chiqamiz. Ana bo'ldi, hamma pullarni ham soldim. Ana endi ko'tarib chiqamiz. Qishloqlar, hozir biz endi ko'ramiz bu pullar kimnikiligini. Даже hammanglar bitta-bittalab turyapsizlar-ya. Kapot, hammasi mashinang bu pullar, hammasi meniki. Nima qilish kerak edi? Men hammasiga javob beraman. Xo'p, qishloqqa bu yoqda qancha pul edi? Menga aytib yubora olasanmi? Qanaqa pul? Kapot, menimcha militsiya aytganda 1 million, yo'q, 1 million emas, 1 milliard bo'lsa kerak. Kapot, 1 milliard. Qishloqqa san topolmading, ketaversang ham bo'laveradi. Ammo nimaga bunaqa? Hop, fioletoviy kiyimli qishloqqa endi san ayt, nechta pul bor edi? Kapot, buni men bilmayman, buni mani buvim bilanlar. Bolajonim, yaxshimisan? Tushunmadim, qishloqsan buvingni ko'tarib keldingmi? Ha, kapot, buvim bilanlar nechada nech pul borligini. Aytib yubora olasizmi, iltimos, buni ichida nech pul bor edi? Buni ichidami? Nima deyapsan, eshitilmayapti ovozing. Mana sumkani ichida nech pul bor edi? Buni ichida 5 ta apelsin bor edi. Buvijon, iltimos, mani to'g'risini ayting, iltimos, buvijon. Iltimos, aytvoring, nech pul bor edi? Manda hech qanaqa pul yo'q edi, bu yerda apelsin bor edi faqat. Qishloq, bu saniki emas ekan. Yo'q, prosta o'zlaridan emaslar, o'shanga aytyaptilar. Unda menga ayt, iltimos, qanaqasiga qishloq edi? Bu joni odam bo'lsa. Mayli, kapot, bu meniki emas edi. Meniki bo'lishini xohlayotgandim. Men ketdim. Ko'rdingmi, saniki emas dedim-ku. Mayli, qishloq. Mani galbam keldi. Kapot, bu pullarni qaytarib berar. Bular hammasi meniki. Yo'q, men savolimga javob ber. Buni ichida nech pul bor edi? Buni ichidami? Buni ichida 426,5 million pul bor edi. Mana mani pullarim, men bularni rosa sog'indim. Tushunmadim, millioner.
Da, bu millioner pullari ekan. Biz отпечаткаларni solishtirdik-da, bu millioner puli ekan hammasi. Bu pullar millionerga tegishli. To'xtang. Qanaqasiga millioner aka? Kimdir ushalib qoldi-yu, ha, aldoqchilar. Tak. Hozir man sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Bular tez yugurar ekan-a? Bular judayam tez yuguradi boru. Bu pullar ularniki emas, bular hammasi meniki. Rahmat senga kattakon kompot ichidan bir tiyin ham olmaganingga. Menga birovni puli kerak emas. Agar million bo'lsa ham baribir birovni narsasi menga kerak emas. Rahmat senga kattakon kompot, hozir men senga ozgina pul berib yaxshilik qilganingga. Vau, rahmat, lekin buncha pul kerak emas edi. Olib qo'yur kompot. Sen judayam yaxshi ish qilding bir tiyin olmasdan ichidan. O'zi millionersan, bularni qanaqa qilib yo'qotib qo'yding shuncha pulni? Man o'zimni mashinamda judayam katta villamga ketayotgandim. Keyin qornim ochib, sizlarni qishloqinglarda to'xtab, ozgina ovqat yeb olgandim-da. Keyin masjidga pullarni qo'yib, olib qo'yish esidan chiqib qolibdi kompot keyin. Shu yerda qolib ketdi. Men ham ketib qolman bilmasdan. Ehtiyot bo'ling-da. Endi sana bunichiga qanaqadir trekker qo'yib qo'ygin. Rostdan ham bunichiga trekker qo'yib qo'yaman, lekin baribir hozir men buni ishlataman. Millioner hammasini ishlatasan-da, boru. Bular mani umrim oxirigacha yetardi. Mayli, qarashib o'rganimdan xursandman. Rahmat sizga kattakon hammasini qaytarib berganingizga. Mayli, arzimaydi. Sog' bo'linglar, xayr millioner. Bolalar, lekin bugun juda ham yaxshi ish qildik. Pulni egasiga qaytarib beraman. U qishloqlar esa hammasini olmoqchi edi. Bular maniki deb. Mayli, nushta bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.